Xudo xolasa o'tganlarini Alloh joylarini jannatdan qilsin, qolganlarini Alloh umrlarini uzun qilsin, tajribalarni sog' qilsin, hamisha el ardog'ida, mana shu shogirdlar ardog'ida bo'lib yurishligini Alloh nasib etsin mana shu ustozlarimiz barchalariga. Mana shu akalarimizdan, opalarimizdan o'tgan sinfdoshlari ham bor ekan. Bularni ham Alloh barchalarining ruhlari shod qilsin, joylari jannatdan bo'lsin. Mana shu xursandchilik kunlarida bularning barchasining ruhlari shod bo'lsin. Endi shu bir o'tganlarga bir duo qilsa, Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Manfaati bo'ladi Xudo xolasa. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Parvardigoro, mana shu Qur'onni, oyatlarini hosil bo'lgan savoblarini, mana shu yerda qilinayotgan shu ihsonlardan hosil bo'lgan savoblarini jamiyat o'tgan payg'ambarlarimiz ruhlariga, xususan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning ruhi poklariga va uning ahli baytlari ashabi ruhlariga, jamiyat o'tgan avliyo va anbiyo ruhlariga, jamiyat o'tgan mo'min musulmonlar ruhlariga mana shu yerda duoga qo'lashib turgan barchalarimizni, o'tmishda o'tganlarimiz, ota-bobolarimiz, avlod ajdodlariga, jamiyat o'tgan mo'min mo'minalar, musliman ruhlariga hadoya qildik. Parvardigoro barchalarni o'zining ruhlarini shod qilib, yotgan joylarini g'ayrat rahmat shod qilib. Parvardigoro shu o'tgan ustozlarimizni ham barchalarini shu nomlari zikr qilinmasa-da hammalariga hurmatimiz bilan cheksiz o'tgan ustozlarimiz barchalarini Alloh g'ayrat rahmat shod qilib qilsin. Va mana shu akalarimizdan, opalarimizdan o'tgan sinfdoshlari mana shu nomlari zikr qilinibdi. Sayfulla Ulug'bek aka, Mamatov, Jo'raqul aka, Tilov Mehriddin aka, Qilichova Lola opa, Tobeyeva Mavjuda opa, Abdalimova Inobat opa, Abdazova Nozbo opalar barchalarini Alloh o'zi rahmatiga olgan bo'lsin, joylari jannatdan bo'lsin. Mana shu xursandchilik kunlarda bularni ham barchalarini Alloh ruhlarini shod qilsin, joylari jannatdan bo'lsin. Qolganlarimiz barchalarimizga Alloh tinchlik, ofiyatni ato qilgan bo'lsin. Barchalarimizni, dehqonchilarimizga, xonadonlarimizga, kasb-korlarimizga Alloh baraka ne'matlarini ziyoda qilsin. Barchalarimizni, xonadonlarimizga tinchlik, ofiyatni bersin. Barchalarimizni ikki dunyomiz obod qilsin. Parvardigor rahman shu opalarimizni, akalarimizni kelajakda 50, 60, 70 yillik yubileylarda tadbirlarda qatnashlik hammalarimizga Alloh nasib qilsin. Barchalarimizni Alloh ikki dunyomizni obod qilgan bo'lsin.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى صراط المستقيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين برحمة الله أكبر. أستاذ sizdan bir yaxshi bir duolar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Esselatu vesselamu ala Seyyidina Muhammed ve ala alihi ashabi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evvela sizi bizni yaratgan Allah Subhanahu wa Ta'alaga behisob hamdu sanolar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e dürlü salavat ve selamlar olsun. Gönlüm, sünnilerim, bana bugün mektep dergahında talim alın, terbiye alın. Şu mektebini bitirgenlerini 40 yıl ötürdü. Avvala mana shu ulug' kunlaring bilan sizlarga Alloh in'om ettirgan mana shu kun bilan o'z nomimdan barcha sizlarga ta'lim berishda, tarbiya berishda hamjihat bo'lib, hamsuhbat bo'lgan safimizdan ketgan hamkasblar nomidan ularga Allohning rahmatini nasib aylaydi. Allah'ın rahmetine devam kadar Allah'a olanı öz rahmetine çiğnesin. Bugünkü günlerini mübarek olduğu işe esasını vermişsin. Bana sohbetlerinden vakitte özür dileyen Allah'ın olanı Allah Cennetin kılıp rahmet, hoşu cennetine kılıp öz rahmetine varıp rahmetine de devam kılıp kıyamet geçirip rahmetine çiğnesin Allah'ın kıyamette hem menşlerle liderleşti, Allah barşangı nasip eylesin. Bana 40 yıldır durmuş, 40 yılda içinde bugün kanıtlamışlar ki 60'lı karalar 60'lı yakınlaştırmışlar. Güya ki bizlerde 60'lı özlerinde yaş belirttirmişler. Lakin birer sertaş noktadırsınlar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Ükşüp tanımını terbiyesini algan Hazreti Abdülhamid kardeşine dediler. Ey bende, eğer Allah'ın bendeligini his kılabilsen 50 yaşta senge keksenlik kelep dediler. Karan kişi keksenlikten 2 dövge böyle yaptı. Birincisi 50 yaştan 70 yaşaca bo'lgan keksanlik olsa 70 yaştan keyin ulug' keksanlik bo'lar ekan. Mana Xudoga ehson shukr 76ga to'lib 77ga qadam qo'ymoqdaman. Shunisiga ehson shukr. Mana yoshgina sizlarga ta'lim bergan o'g'il qizlar bilan safada o'tirishni Xudo nasib qilgan ekan. Men aytadigan gapim Allah yoshlarimga ulug'lasin. Sizlarga in'om ettirgan nabiylarni